1, 2, 3. Hammaga xayrli kun, Noxin Team. Sizlar bilan darslarni davom ettiramiz. Endi biz bozori mexanikasi bo'lgan supply demand, endi talab va taklif zonalariga o'z e'tiborimizni, diqqatimizni qaratamiz. O'ylaymanki, sizlar strukturani ko'rdinglar, strukturada yaxshi joylashdinglar, strukturadan nimadir bo'lsa ham o'rgandinglar. Ya'ni struktura birinchi o'rinda, undan keyin o'sha talab va taklif zonalari, qo'shimcha reaksiyalar hammasi ketma-ketlikda bo'ladi. Xo'p, biz endi savdoga e'tibor beradigan bo'lsak, range o'zi bizda nima deydi? Ya'ni yangi harakatlanishi, konsolidatsiya yoki bizdan tasdiqlangan minimum maksimum ichidagi savdo maydon, bu bizning rangeimiz hisoblanadi. Biz range qachon va nimaga asoslanib tortamiz? Range. Hozir biz bilamiz, strukturani tasdiqlayotganda bizdan tasdiqlangan maksimum va tasdiqlangan minimum mavjud. Aynan o'sha joyga biz range tortamiz. Bu savdo maydoni qilish uchun yoki bo'lmasam 2-3 ta svechalar, bir nechta svechalar bitta joyda yig'ilib qolsa, o'sha joy ham bizda range hisoblanadi va o'sha joyga ham range, ya'ni premium discount tortishimiz kerak bo'ladi. Premium discount o'zi nima? Bu bozorni, ya'ni bitta narxlash usuli, ya'ni tasdiqlangan minimum maksimummi yoki oddiy bir nechta yig'ilgan svechaga range tortsak, uni bizga premium discount narxini, ya'ni chegirma va qimmat narxini chiqarib beradi. Esingizda qoldiringlar, har doim discount bu chegirma narx, premium bu qimmat narx. Premium narxda supply zonalar bo'ladi, supply narxi tushirishga harakat qiladi. Discount zonalarda demand zonalar bo'ladi, talab zonalari narxi ko'tarishga harakat qiladi. Ekvilibrium bu o'rta narx. Ya'ni buning uchun biz Fibonacci 0.5 1 urinlarni yoki bo'lmasam Grand Box'ni 0.05 1 urinlarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu premium discount qilib ishlatishimizga. Ya'ni bozor o'suvchi trendda discount zonaga chiqib keyin ko'tariladi, tushuvchi trendda premium zonaga chiqib keyin tushadi. Xuddi shu tarzda davom etadi. Endi bularning ikkinchi qoidasi bor. Ya'ni qoidasi emas, umumiy order flow'ni kirgizishimiz mumkin bo'ladi supply demand zonaga. Endi qaranglar, range bizning savdo maydon, initiation bir tomonga buzib chiqishi, mitigation qaytib kelib tegishi yoki prosa tegishi, continuation davom etishi. Ya'ni shu orqali biz talab va taklif zonamizda qanchalik ishlaydi, qaysi holatga asoslanib bilishimiz mumkin bo'ladi. Range olingandan keyin u rangedan qanaqasi buzib chiqishi ham o'sha joyda qanchalik ob'yom borligi, keyinchalik bozor kelsa qanchalik yurib berishini biz aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda ishlaydi, undan keyingi teoriyalarda ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, birinchi mana demand range, ya'ni demand range. Demand o'zi narx ko'tarishga harakat qiladi. Range, ya'ni yig'ilyapti narx, 2-3 ta svecha, bir necha svecha narxi yig'ilyapti, range, bir tomonga buzib o'tdi initiation, qaytib o'sha yig'ilgan rangega kelyapti mitigation 3, 4-inchisi continuation yo'lda davom etyapti. Xuddi shuningdek supply range qaraydigan bo'lsak, supply o'zi sell tushishga, narx tushirishga harakat qiladi. Range bozor narxi yig'ilyapti, initiation bir tomonga buzib chiqyapti, mitigation qaytib o'sha range zonaga keldi, continuation yo'lida davom etyapti. Bu ikkalasi davomiy, ya'ni continuation davomli. Misol trend o'zi uptrend ketyapti, uptrend ishlash uchun yoki downtrend ketyapti, downtrend ishlash uchun. Agar bozor misol uchun demand range ga qaraydigan bo'lsak, range bo'ldi, initiation bo'ldi, mitigation bo'lib qaytib keldi, continuation bo'lib yo'lda ketmadi-da, buzib ketdi orqaga. 3-mitigationdan keyin demak, o'sha ham trend ham o'zgaryapti, struktura ham o'zgarib qoladi. Keyingisiga o'tkazadigan bo'lsak, mana supply va demand zonalarini qanaqasi olishimiz mumkin, nimaga asoslanib, ya'ni xuddi blok deb tushunsak ham bo'ladi, lekin blok o'zi bilan ham talab va taklif zonalari farq qiladi. Range supply oladigan bo'lsak, birinchisi bu bir nechta svechalarni olamizda, bitta emas, bir nechta svecha olamiz. Range supply bo'ladi. Ya'ni bir nechta o'sha oxirgi misol tushishdan oldingi ko'tariluvchi harakat yoki bo'lmasam bir nechta svechani o'zi bizda range supply bo'ladi. Ya'ni bozor bir tomonga mana impuls bilan buzib o'tdi. Ya'ni range, initiation, mitigation orqaga qaytib kelib, continuation yo'lida davom etishiga. Range demand bo'lsa, xuddi shuni bir nechta harakat bu bay chiqishga, ya'ni range narx svechalar bitta joyda yig'ilib qolyapti, konsolidatsiya bo'lyapti yoki yig'ilyapti. Range demand, initiation bir tomonga buzib o'tdi, mitigation qaytib kelib tegdi, continuation yo'lida davom etyapti. Yoki masalan pivot supply. Endi range bilan pivot farqi, pivotda biz bitta dona svechani olamiz, range'da bir nechta svecha. Pivotda bitta dona svecha. Xuddi shunaqasi pivot supply, pivot demand. Bu yerda ham range yig'ilyapti, initiation bir tomonga buzyapti, mitigation qaytib kelib, yana continuation yo'lida davom etyapti. Endi supply demand zonalarini qayta topishimiz ham mumkin-da. Misol uchun range qilib ishlasak ham bo'ladi yoki pivot qilib fraktal qilib ishlasak ham bo'ladi. Xo'p, endi buni qanaqa foydasi yoki zarari bor? Agar biz range qilib ishlaydigan bo'lsak, stopimiz katta bo'ladi, foydamiz kichkinaroq bo'ladi va ko'p
holatda biz savdoda qatnashamiz. Range qilaylik, bir nechta svechani blok qilib olib, o'sha blokka kelganda savdoga yoki limit bilan kirsak. Pivotni oladigan bo'lsak, pivot o'sha ko'ramiz bitta dona svechaga o'zgaradi, stopimiz ham kichkinalashadi, riskimiz ham, foydamiz ham kattalashadi. Bu bitta dona svecha. Yoki bo'lmasa xuddi shuni fraktal qilib soyasini olishimiz mumkin. O'zi bir xilga vaziyat bo'ladi. Svecha yaxshigina soyasi kattaroq bo'lsa, o'sha paytda soyasi olinadi, u bizda fraktal bo'ladi. Endi qaranglar, bular endi qanaqa foyda zarari bor ekan? Qanchalik biz ko'proq bu pivot fraktalga qarab o'tib boraversak, blok kichkinalashtirursak, bizda shu darajada stopimiz kichkinalashadi va foydamiz kattalashib boradi. Va yana bitta narsa aytib o'tish kerak, shunga yarasha bizni nima bo'ladi? Savdoga kirishdan qolib ketishimiz mumkin. Ya'ni сделкаdan o'tkazib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Ko'p holatda ham bizani qayta topgan zonamizga bozor kelmasdan ketib yuborishi mumkin bo'ladi. Shu orqali ishlanadi. Bularni hammasi ko'rib turganimizdek bir tomonga yurish uchun o'zi bloklar talab va taklif zonalari ikki xil bo'ladi. Continuation yoki reversal. Ya'ni dualda davom ettiradigan yoki razvorot qilib boradiganlari bo'ladi. Xo'p, endi ascending supply demand zona, fraktal zonalarni qayta topish. Insilada qoldiringlar. Masalan, kichkina time frame'dagi range, ya'ni misol aytaylik M15 mi, M1 mi, M5 mi, ya'ni range bir nechta svecha katta time frame'ga o'tkazsak, u bitta dona pivot zona bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam katta time frame'dagi bir dona pivot zona kichkina time frame'da range hisoblanadi. Misol uchun, kichkina time frame'dagi range katta time frame'da pivot hisoblanadi. 4 ta 1 soatlik svechani time frame'damizda 1 soatlik time frame'da 4 tasi o'sha 4 soatlik time frame'ga o'tib bitta qarasak, bitta dona svecha bo'ladi. Yoki bo'lmasam 4 ta M15 svecha teng bitta dona 1 soatlik svechaga yoki 16 ta M15 svecha teng bitta dona 4 soatlik svechaga. Hamma kichkina time frame'dagi range katta time frame'da pivot bo'ladi. Xuddi shu tarzda davom etadi. Bu teoriya video, teoriyani harakat qilinglar, tushunishga, tushunmasanglar qayta ko'ringlar. Bundan keyin ishlab ko'rsatiladigan videolar bor, o'sha orqali yana tushunarli bo'ladi. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.